Hürmetli vatandaş, leksiyamızı davamlaştırıyoruz. Bugünkü haber, yani bugünkü islaha 2021 yıl 11. ayının 28. günü vatandaşım. Endilikdeki mavzumunda Devlet Meclisi azası Amerika ornudan dasturab Cungo'nun Tayvan'a tecavüz kılışıga karşı duruş gerek dep ko'rsatdi. Mavzuli xabar 11 ayının 28 günü Cungo'ga nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Devlet Meclisi'nin nopozluq a'zosi Claudia Tenney 11 ayının 26 günü, yani Cuma günü mundaq ko'rsatdi. Amerika o'rnidan dasturib Cungo Kompartiyasining Tayvan'a ve başka meselelerde tecavüzçülük kılışıga karşı duruşu gerek. Devlet Meclisi azası Tenney mundaq hesapladı. Cungo Kompartiyasi Amerika'nın düşmanı bulup da kalmay, hem dünya tertibinin düşmanıdır. Cuma günü Newsmax programımızda Devlet Meclisi azası Claudia Tenney hanım mundaq ko'rsatdi. Cungo komünistler, yani komünistik Cungo 1980 yıllardaki sabık Sovetlerden beter eskidir. O yana mundaq ko'rsatdi. Amerikalik bo'lish süptüm bilen biz o'rnimizdan dasturib Cungo Kompartiyasining Amerikaningla düşmanı emas, dünyanın dünya dairesinde dünya tertibinin düşmanı ekanligini tanışmamız lazım. Devlet Meclisi azası Tenney hanım Tayvan'da kollaydigan hareketlerini qo'lladı, umundaq hesapladı. Eğer Amerika Tayvan'ı ochiq oshkora qo'llamaydi ekan, Cungo Kompartiyasi yuraklanib intayin xatarlik tecavüzchiga aylanadi. Cungo Kompartiyasi dal hozir dunyoning har qaysi joylarida asosiy qurilishli aslahalari qurilishi orqali bir yo'l bir belbog' tashabbusi orqali ve bu vositalardan foydalanib shu davlatlarning Cungo Kompartiyasini qo'llashini qo'lga keltirmoqda. O mundaq ko'rsatdi. Tenney xonim mundaq ko'rsatdi. Cungo Kompartiyasi bir necha soat ichida Tayvanni besib oladi. Amerika qo'llash bo'yicha har qanday harakat qo'llanmadi. Masalan, Amerika Hong Kongni kechiringlar. Amerika Hong Kongni qo'llash bo'yicha har qanday harakat qo'llanmadi. Mushu jumla kelganda bu Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'urlarning jazo lageridan qutulishi uchun har qanday konkret siyosat belgilamadi deyishga bo'ladi yo'q vatandosh. Hozir Tenney xonim deydi, Amerika Qo'shma Shtatlari, ya'ni biz Amerika Hong Kongni qo'llamadik deydi. Devlet Meclisi a'zosi Tenney mundaq ko'rsatdi. Ming afsus. Shuning uchun men mundaq hesaplaymanki, shu sababdan Amerika Tayvanni qo'llamasa hargiz bo'lmaydi. Devlet Meclisi a'zosi Tenney mundaq ko'rsatdi. Biz yo'l qo'ydik. Cungo Kompartiyasining Hong Kongda qilgan atkanlariga yo'l qo'ydik. Neticede şu xil ahvollar yuz berdi. Hatta Cungo Kompartiyasi qo'llangan nurg'un tajovuzchilik harakatlarga yo'l qo'ydik. Hatta Cungo Kompartiyasi qo'llangan nurg'un tajovuzchilik harakatlarga yo'l qo'ydik. Hozir Amerika harakat qo'llanib, Cungo Kompartiyasi zarbi berib, Tayvanni qo'llaydigan vaqt keldi. Nəhayət samimi Devlet Meclisi a'zosining bu nafar a'zosi Claudia Tenney xonim nəhayət samimi, konkret ve real masala bo'yicha fikr qiladigan xonim ekan. Biz o'tganda sizlarga Tenney xonimning yana bir parcha
xabari yakan maqolasi anglatgan edik. Bu endi ikkinchi qatam 11 ayning 28 kunida bu ikkinchi qatam hurmatli vatandoshlar.